Davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan joriy yil boshida mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishning tashkiliy profilaktik asoslarini zamon talablariga moslashtirish, sodir etiladigan qonun buzilishlarining asl omillarini o'z vaqtida aniqlash va kompleks chora-tadbirlar bilan manzilli bartaraf etish orqali jinoyatchilikning barvaqt oldini olish tizimining samaradorligini yanada oshirish maqsadlariga qaratilgan birinchi son qarori imzolanib, har bir mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ustuvor maqsad etib belgilandi. Qarorga asosan Andijon viloyatidagi kriminagen vaziyati og'ir 60 ta mahalladan har 4 ta mahallani mikrohududlarga birlashtirgan 15 ta yangi namunadagi mahalla huquq-tartibot maskanlari faoliyati yo'lga qo'yilib, ularga xizmatda foydalanish uchun Damas rusumli avtomashinalar ajratildi. Ushbu avtomashinalar Ichki ishlar vazirining o'rinbosari general-mayor Davron Nazirmuhammedov hamda boshqarma rahbariyati ishtirokida jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha tezkor harakatlanish tizimini joriy etish maqsadida Andijon viloyatining Buloqboshi tumanidagi Mirzakalon Ismoiliy, Uchko'cha, Farovon hamda Qumguzlar mahallalarini o'zida birlashtiruvchi mahalla huquq-tartibot maskani ham foydalanishga topshirildi. Mahalla huquq-tartibot maskanida qoida tariqasida mikrohududga xizmat ko'rsatuvchi profilaktika katta-kichik inspektorlari, xotin-qizlar masalalari bo'yicha probatsiya, yo'l harakati xavfsizligi va patrul-post xizmatlari inspektorlari, tezkor qidiruv xizmati xodimi hamda qo'riqlash bo'linmalarining naryadlari doimiy ravishda xizmat olib borishi belgilandi. Oila turmush doirasida jinoyatlarni oldini olish maqsadida janjalkash oilalar, fuqarolik sudlariga ajrim, aliment masalasida borayotgan xotin-qizlar bilan yaqindan gaplashib, ularning muammolarini hal qilish bo'yicha shug'ullanib kelyapmiz. Mana prezidentimiz tashabbusi bilan 3-yanvar 2025-yil kungi birinchi sonli qarorga asosan 4 ta mahallaga xizmat ko'rsatuvchi huquq-tartibot maskani binosi barpo etildi. Bundan keyin biz yana ham ishlarimizni jadallashtirib, mahallalarda jinoyatchilikni oldini olish, huquqbuzarliklarni oldini olish, oila turmush doirasidagi jinoyatlarni oldini olish bo'yicha yana ham ishlarimizni samaradorligini oshiramiz. Mikrohududlarda kunlik jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikni oldini olish, shu jumladan ijtimoiy profilaktika tizimini joyida tashkil etish, muvofiqlashtirish va nazorat qilib borish maqsadida Ichki ishlar organlari profilaktika bosh inspektori lavozimi joriy etilib, uning zimmasiga mahalla huquq-tartibot maskani faoliyatiga rahbarlik qilish vazifasi yuklandi. Bu birinchi sonli qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida Buloqboshi tumani Ismoiliy mahalla fuqarolik yig'ini o'ramida 7-sonli huquq-tartibot maskani barpo etildi. Ushbu huquq-tartibot maskaniga Uchko'cha, Qumguzar, Ismoiliy hamda Farovon mahalla fuqarolik yig'inlari biriktirilib, jami 12800 nafar aholiga xizmat ko'rsatadi. Kelgusida muhtaram prezidentimizning ushbu qarorlari asosida xizmat faoliyatimizni yanada jadallashtirib, mahallada xavfsiz muhitni yaratib, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga qaratilgan barcha sa'y-harakatlarimizni amalga oshiramiz. Bunday yangi huquq-tartibot maskanlari faoliyatini yo'lga qo'yilishi sohaning moddiy-texnik bazasini yanada mustahkamlash, faoliyat samaradorligini oshirish hamda mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishga xizmat qiladi. Mahalla huquq-tartibot maskanlarining foydalanishga topshirilishi qizg'in davom etmoqda.